kvartiralarımızı gösterib o'tamiz. Bizlarimiz ağamız kvartira bo'yicha reklama qilib berdilar. Shuni bir qator sizlarga yoritib boramiz. Endi korpus ozak bo'lib yurganlar videoni oxirigacha ko'rasizlar. Agarda amizak bo'lsangizlar, videomizni o'tirib bersangizlar ham bo'laveradi. Biz shu narsani oljak bo'lib yurgan odam videoni ko'rib boraveradi-da. Shuning uchun hamma narsasini videomuzun minuti ko'p bo'ladi, shuning uchun ana ko'rib boraverasizlar. Demak, birinchi lokatsiyamizni aytib o'tamiz. Savat Krugdan Do'rga o'tasizlar, Do'rga kelaverishlaringizda yana Yangi O'zbekiston massivi bo'yicha yana o'sha og'amizga murojaat qilib, telefon nomerlari bilan 10 qo'lda bo'ladi. Qo'ldan kelishda. Bir kanal yo'q. Yo'q, bir kanal yo'q. 2 va 3 kanali bor. 2 podezda bo'ladi ekan, shunday berda bir. Endi meshit tarafga qaragan. Orqasi Yangi O'zbekiston bog'i, Yangi O'zbekiston bog'i qarasangiz, orqa tomoni Yangi O'zbekiston bog'ina stadiona qaragan bo'ladi. Bu yana elde tarafı meshit bo'ladi, bu yana yo'l tomon bo'ladi. Shavatning asosiy sentral markaziy yo'li bo'ladi. Bizlar lokatsiya nerda joylashgani ofislari bilan danishdilar. 2 kanalimiz 56/4, 58/4 2 xil bo'ladi. Keyin 3 kanalimiz 75/2 bo'ladi, keyin 78/4 bo'ladi. 4 xil variantda bor. Prezident dasturi bo'yicha hammasi tasdiqlangan. Shu proyekt o'zgarmagan holda balkonlari, koridorlar hammasi etap bo'yicha qilinadi. Birinchi qavatdan 5-qavatdan bo'lgan kvadrati 4,5 milliondan 5 million odam baholanib turibdi. Aholiga 2 yildan bo'lib to'lash, barter xizmatlari, mashinalar bo'lsa barter ham qilamiz, ham 2 yil bo'lib to'lash, 20-30% oldindan to'lovni Shavat Milliy bankimizda shotimiz bor, shunga borib to'laydilar. Shu orqali biz shartnoma qilib, reja grafik chiqarib beramiz. 2 yillik 24 oy bo'lib bizning pulini bo'lib to'laydilar. Qonuniy hujjatlarimiz bor, hamma narsa qilingan. Prezident dasturi bo'yicha 2 yil berilgan, lekin biz bu yil xudo xolasa shu dekabr oyida qurilishni bitkazib, uy egalariga topshiramiz. Oynalari, ramkalari hammasi qo'yiladi, ko'cha eshikka qo'yiladi. Ko'cha eshiklari, iç almani o'zlari qo'yadi. Podezda remont, devarak deyish ham yer remont, o'zini kafelari, muramollari, burchaklari, hammasi, o'yin maydonchalari hammasi smeta bo'yicha qilinadi hamma narsa. Do'stlar, qaranglar, endi bu qulayliklardan biri birdayna polniy hamma narsa bor. Bolalar uchun bog'cha maktab ham, hamma vaji, buyerda gazon maydoni, xullas proyekt bundayna. Bular 30% to'lovni to'lasa dokumentatsiyani tish qo'ladiki. Obyekt bitmasdan burun ham kadastr hujjatlari, subsidiya, ipoteka kreditlari uchun ham ruxsat berilyapti. Xudo xolasa 20-30% oldindan to'lab, u ishlasam, bir yerda ishlamasam narsa yo'q, farqi yo'q. Keladi, pasportini aytib keladi. Baradi, har oyda grafikini chiqarib beramiz, shartnoma qilamiz, bankka borib to'lab yuraveradi. 2 yil muddatda biz to'lov chiqargan bo'lsak, lekin 1 yil muddatda uyni egalarini ham topshiramiz. 100 million pullarınız bo'lami, 80 million pullarınız bo'lami, kelib turib 3 oyning ichida 30% da 20 million bo'lsa, mashina barter bor, keyin ana 1 oydan keyin, 2 oydan keyin bir va pul kelishi mumkin. Eldan ham 50 million, 100 million pul bo'lishi mumkin. Unda aytib bersak bo'ladi. Sizlar endi qo'ldan kelgancha shans hozir Shavatning xalq markazindamiz biz. Pullarınız bo'lsa, yerda maslahat beramiz. Xonadon misol uchun solib turgan og'amiz o'zi ham kerak bo'lsa o'zlari sotib ham beradi shu og'amdan keyin. Endi yer, mulk hech qachon arzonlamaydi. Ham Shavatni tumanni e'tibor viloyat hokimi tomonidan yaxshi qaralib, sifatli prezident dasturiga kiritib, birinchi tumanni rivojlantirish uchun harakat qilib turibdi. Yo'llar ham kattalashtirib, kanalizatsiya yo'llarini hammasi, vodoprovod liniyalarini hammasini tashlab turibdilar. Plita bilan bostirish jarayoni, undan keyin birinchi etajdan kolonnar egarlari qo'yilib, xudo xolasa etajda ko'tarilib boshlaydi. Ikki tomonimiz ham izimdan keyin qurilish bo'lib turibdi. Qurilish jarayonini ko'rsatib, plitani qo'yish jarayoni bo'lib turibdi. 85 qavatli bo'lib, 2 yo'lakda, arkasida 30 xonadon bo'ladi. Xonadonlarimiz shu proyekt bo'yicha, smeta bo'yicha qilinib, hammasi o'z vaqtida topshiriladi. Dekabracha, xudo xolasa dekabrdan topshiriladi. Uzoqqa topshiriladi.
Ana, bemalol telefon nomerlari pastda. Ana ofisini ham ko'rsatib o'tdik, bog'lanib, kelib turib ko'rib olaverasizlar.